Bismillahirrohmanirrohim. Mana internetda, ijtimoiy tarmoqda ko'pchilik gilosim meva qilmayapti, shig'il gullaydi deyishadi. Nima qilay degan savol juda endi gap ko'p. Buni ikki og'iz bilan tushuntirish qiyin. Mana giloslar, 25 yillik giloslar, mana shular. Mana Qo'qon sharoitida, Qo'qon yonida, G'ozig'ijtonda bu yerda gilos bo'lmaydi deb hisoblashardi. 120 dan suv chiqib ketardi, yer osti suvlari. Mana shu yerda bo'lishini isbotlab giloslar qilganmiz. Endi hozir o giloslar ko'pi kesilib ketdi-da, qolganlari mana shu. Buni asosiy boshqaruv suvda hech qanaqa zahar, ortiqcha o'g'it solish keragi yo'q. Mana shu gullab turgan paytda 3 marta, 4 marta suvga to'yib olsa, gullarni tutib qolishga kuchi yetadi. O'sha siz beraman degan selitra, amofos, kaliy, mochavina, o'shalar hammasi o'z yerda o'zida bor ular. Ular tuzda har xil ko'rinishi, ortiqcha solsangiz hazm qilolmasa, yerim bo'lib tanasidan chiqib ketadi. Yerda o'zi o'sha o'g'itlar bor. O'sha suv ichganda suv eritib beradi, o'shalarni oladi va mevalar tutib qolishga kuchi yetadi. Hammasi bu hosil bo'lmasligi ilmini bilmaslikdan. Juda ko'p ko'rdik buni. Gektar gilosdorlarga ham borib maslahat berdik. Maslahat berganimizdan keyin tonna gilos olishdi. Misol uchun mana Yaypanda Tagob qishlog'ida Jamolxon aka degan kishini gilosdorlari bordi. 15 yillik, 20 yillik giloslar 2 dona, 3 donadan meva qilgan paytda olib borishib ko'rsatishdi. 1-2 soat vaqtimiz ayamasdan maslahat berdik. Yana 1 tonna gilos sotdim, yana 3 ta shig'il turibdi deyishdi. Ana shunaqangi, o'shaning uchun ancha yillar bo'lib ketdi bunga. Shuning uchun buni ilmini avvalo o'rganinglar. Ha deb zaharga, uni ziyoni ko'p. Odamda turli tuman kasalliklar keltirib chiqaradi sekin-asta. Ha deb mineral o'g'itlarga zo'r beravermanglar. Yerni quvvatiga qaranglar. Yerlar unumdor bo'lsa, ortiqcha hech qanaqangi o'g'itni keragi yo'q. O'g'itlarni ham tabiiysi yaxshi, o'sha mahalliy o'g'itlar, qo'y qiyi, mol go'ngi, ana shunaqalardan foydalanish kerak. Alhamdulillah robbil alamin va oqibatul muttaqin va sallallohu taala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi bi rahmatika ya arhamar rohimin.